Ikkinchi imkoniyat, ikkinchi qism. Muallif Bahorim. Tinchlaning opa, tinmay baqirib jazavaga tushayotgan Nurani quchib oldi Saodat. Erimdan ayrildim, bolamdan ayrildim. Erim o'z gunohlarining kasriga qolib o'ldi. O'z boshini o'zi yedi. O'zining o'ynashi uni o'ldirib ketdi. Pullarini shilib ketdi. Erim bilan ham faqat pul uchun yurgan. Ammo erim buni bilmasdan, hayotda bir natijaga erishmasdan, maqsadsiz yashab o'lib ketdi. Unga achinmayman. O'z boshini o'zi yedi. Lekin nima bo'lganda ham unga o'lim tilamagan edim. Men bolamga kuydim. Bolajonimni hali his qilib ulgurmasimdan nobud bo'ldi. Allohim, qaysi gunohlarim uchun bu sinovlaring ancha payt o'zimga kelolmadim. His qilib ulgurmagan bolajonimni unutolmadim. O'g'limni sen o'ldirding, boshini yeding deya menga ta'ni toshni otishdi qaynona qaynotam. Ammo meni yonimda tog'day himoyachim dadam bor edilar. Allohim ota-onamning umrini uzoq qilsin. Dadam meni himoya qilib, qaynona qaynotam bilan gaplashdi. Hatto men gumonlanib tergov qilinganimda ham meni aybsiz deya qamalishimga yo'l qo'ymadi. Tergov paytida biz bilan o'sha erim olib kelgan ayol ham bor edi, deya aytdim. Va uchinchi shaxs yana o'sha ayol qidiruvga berildi. Men esa hech nimani his qilmasdim. Hayotim butunlay o'zgarib ketgandi. Butunlay. Nura qalb og'rig'idan azob chekayotgan payt yana bir qahramonimiz Husniddin ham qalb og'rig'i nima ekanini, xotini jonidan ortiq suygan rafiqasi o'limi oldidan uni emas, boshqasini sevganini aytgan payt his qilgan edi. Husniddin ota-onasi uylantiramiz degan payti anchadan beri ko'z ostiga olib yurgan sevgani Lobar haqida aytdi. Husniddinda ota-onasi Lobarning oilasini surishtirdi va ma'qul kelib sovchilikka bordi. Lobarning ota-onasiga ham Husniddinning oilasi ma'qul keldi. Lobar to'y arafasida ham aytolmadi ko'ngli boshqasida ekanligini. Yoqtirgan yigitining ham ozroq to'y qilishiga sharoiti yo'q edi. Xullas Lobar ota-onasining xohishi bilan Husniddin bilan oila qurdi. Husniddin ayoli Lobarning atrofida parvona, baxtli edi. Chunki sevgan qizining vasliga yetgan edi. Ammo Lobar Husniddinga ko'ngil qo'yolmadi. Lobar biror joyga aylantirib kelaymi? Uyda zerikib ketgandirsan. Hech aylanishga chiqmaymiz bilsang. Hech qayerga borgim yo'q, dedi Lobar Husniddinga qaramasdan. Nega? Yoki mendan xafamisan? Hech chiroying ochilmaydi. Yo'q, xafamasman. Hozir charchadim. Uyqum kelyapti, deya Lobar joyiga yotdi. Husniddin ham ortiqcha siquvga olmadi va o'zi ham rafiqasini yoniga yotdi. Uni quchgancha uyquga ketdi. Oradan kunlar, oylar o'tsa hamki Lobar homilador bo'lmas edi. Husniddin ota-onasi nabira ko'rishini xohlar, ammo Lobarda hech qanaqa o'zgarish bo'lmas edi. Yana biroz vaqt o'tib, Lobarda saraton kasalligi borligi aniqlandi. Husniddin ayolini ko'rsatmagan shifokori qolmadi. Baribir foydasiz edi. Lobarning kundan kunga ahvoli og'irlashardi. Bir kuni Husniddin bilan gaplashib olishni aytdi. Sen o'zingni ko'p urintirma. Husniddin aka, sizda muhim gapim bor. Aytmasam bo'lmaydi. Nima gap ekan? Sizni ham ko'p qiynadim. Yaxshi rafiqa bo'la olmadim. Kechiring meni, deya ko'zidan bir tomchi yosh sizib chiqdi Lobarning. Unaqa dema, eng yaxshi rafiqa bo'lding. Sizga munosib bo'la olmadim. Chunki meni ko'nglim boshqada edi. Sizga turmushga chiqib, sizga ko'ngil qo'yaman degandim. Ammo bo'lmadi. Sizga ko'ngil qo'ya olmadim. Kechiring meni, kechiring. Lobar o'limini oldindan bilgandek, ichidagi gaplarini aytgandan keyin omonatini topshirdi. Husniddin esa nima bo'lganini anglolmasdi. Rafiqasi, jondan suygan ayoli unga ko'ngilsiz ekanini o'z og'zi bilan aytdi. Albatta bu gaplarni eshitish juda og'ir, juda. Lobarning vafotidan so'ng
Husniddin o'zgardi. Do'stlariga qo'shilmaydigan, odamlarga qo'shilmaydigan bo'lib qoldi. Uning qalbi muzlab bo'lgandi. Hech nima ahamiyatsiz bo'lib qolgan edi. Xuddi Nura kabi. Nura ham shunaqa. Husniddindek hech kimga qo'shilmaydigan bo'lib qolgandi. Ikki qalb muzlaganlar 3 yil o'z qobig'iga o'ralib, hech kimga qo'shilmasdan yashadi. O'sha erimni o'ldirgan ayol uzoq qidiruvdan so'ng qo'lga olindi. Hozir u qamoqda jazosini olyapti. Mana oradan 3 yil o'tdi. Mazmunsiz 3 yil. Nura, qachongacha shunaqa yurmoqchisan? Oyisi qizini savolga tutdi. Nima qilib yurgan ekanman? Bo'ldi-da endi. Hammamizni yuragimizni siqib yubording. Xullas yana sovchilar keldi. Oyi, yana boshladingizmi? Boshlayman-da. Qizlar, sizlar ham bunga biror nima denglar. Tushuntirib charchadim deya Nurani onasi Nigora va Saodatga qaradi. Nura, oyim seni o'ylab, baxtingni o'ylab kuyib pishyapti. Sen ham tushungin-da. Ha, to'g'ri, hammamiz sizning baxtingizni o'ylaymiz. Xohlamayman turmushga chiqishni, xohlamayman. Qachongacha shunaqa yurmoqchisan, o'g'lim? Husniddinning oyisi o'g'liga savol nazari bilan qaradi. Nima qilib yurgan ekanman? Bizni ham qiynab yubording. Ahvolingni qara, bir ahvol. Xullas senga yaxshi bir qiz topdim. Yana boshladingizmi? Boshlayman-da Humoyun, sen ham akangga biron nima degin. Aka, uylanmasangiz o'zim uylanaman. Humoyun, xo'p, jimman. Yo'q, uylanmayman oyijon, majburlamang. Bir marta og'zi kuygan qatiqni ham puflab icharkan. Endi yana turmushga chiqib adashishni xohlamayman. Qizim, surishtirdik, yaxshi oila ekan. Mana yigitni surati ko'rgin. O'g'lim, qiz ham oilasi ham menga ma'qul. Mana suratini ko'rgin, chiroyli ekan. Husniddin qaramadi ham suratga. Humoyun akasi ko'ravermagach, suratni oldi-da, ko'zlari porladi. Oyim ko'rsatgan suratga qaramadim ham. Saodat men ko'ravermaganim uchun suratni qo'liga oldi. O, bo'lajak pochchamiz kelishgan ekan. Bo'lajak kelinoyim juda chiroyli ekan. Humoyun suratdagi Nuraga chiroyli ta'riflar bera boshladi. Nimasi chiroyli? Pingvinni o'zginasi. Husniddin suratga bir nazar tashladi-da, keyin qaramadi. Nima? Humoyun akasining gapidan piq etib kuldi. Nimasi kelishgan? Pandani o'zi, dedim Saodat ushlab turgan suratga nazar tashlar ekanman. Aka, pingvin deysizmi? Humoyun akasining gapidan oxiri kulgisini ichidan saqlab tura olmay kula boshladi. O'g'lim, sening baxtingni o'ylayapman. Umring oxirigacha so'qqabosh bo'lib o'tmaysan-ku. Dadang ikkimiz ertaga bormizmi, yo'qmizmi, buni bilmayman. Ko'zim ochiqligida sening baxtingni ko'rishni xohlayman. Birinchi ayoling Lobarni ham qaytarib kela olmaymiz. Joyi jannatlarda bo'lsin kelinimning. Husniddin indamadi. Humoyun esa birdan jiddiy bo'lib akasiga oyisini gaplarini to'g'ri ekanligini aytdi. Kichik dunyoyim. Uylaning tezroq, menga ham navbat bering endi. Hazil aralash chin gapirdi Humoyun. Ukang to'g'ri aytayapti. Shuginaga ham navbat bergin. Tezroq uylanib, kulib qo'ydi Xadicha opa. Qizim, mana ukang ham katta bo'lyapti. Erta-indin uylanadi. Dadang ikkimiz ko'zimiz ochiqligida sizlarning baxtingizni ko'rsak deymiz. Opang Allohga shukr tinib tinchib ketdi. Endi ukangni, seni baxtingni ko'rsak deymiz. Oyi, meni ham tushuning, xohlamayman axir. Bir marta ko'rdim erga tegib, qandayligini. Endi kerak emas, turmushga chiqmayman. Husniddin yaxshi, aqlli gap so'zlari ma'nili, hayotini oq u qorasini ko'rgan yigit ekan. Menga yoqdi, dadangga ham. Indamadim. Muzlagan qalbim hech nimani his qilmas edi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Husniddin va Nurani to'yga ko'ndirishdi. Husniddin yana bo'lajak erginam bilan uchrashuvga ham chiqmadim. Faqatgina qonuniy nikohdan o'tadigan kunimiz ko'rdim. Shunda ham umuman gapirmadim. U ham gapirmadi.
Yo'q deyishimga qaramasdan ikki taraf katta to'y qilib elga dasturxon yozdi. To'y payti ham erginam bilan ko'zlar orqali, nigohlar orqali janjallashdik, tortishdik. Go'yo to'y tugab bizga ajratilgan hashamdor xonada o'tirar edim. Saodat asabimga tegib milliy libos kiydirib, boshimga sari tashlab qo'ydi. Husniddin Vosidov ham og'ir qadamlar tashlab xonaga kirib keldi va Nuraga qaramasdan gapirdi. Senga ota-onamning xohishi bilan uylandim. Mendan boshqa munosabat kutma, dedi. O'zi birinchi turmushimdan keyin asabiy bo'lib qolgandim. Zaharimni, alamimni atrofdagilardan olardim. Hozir erginamni gaplaridan asablarim chiqib, boshimdagi sarini olib tashladim-da, men ham sizga erga tegaman deb o'lib turgan joyim yo'q edi. Men ham majburlashdi, deya Husniddin akaga o'qrayib qaradim-da, darrov boshqa tarafga qarab oldim. Husniddin Nuraning harakatlariga hayrat aralash qarab turdi-da, shunaqa degin, deya ensasi qotib kulib qo'ydi. Ha, shunaqa, dedim qaramasdan. Mana turmush qurganimga ham 6 oy bo'ldi. 6 oy ichida erginam bilan tortishmagan kunimiz yo'q edi. Men ham tilimni tiymay yaxshigina gap qaytarar edim. Ikkimiz bir-birimizga qo'pol munosabatda bo'lsak ham, ikkimiz ham xafa bo'lmas edik. Chunki qalblarimiz muzlagan edi. Ikkimizga ham hech nima ahamiyatsiz edi. Hozirgi kun Humoyun ishdan chiqib akasi Husniddinning ofisiga keldi. Bu paytda Husniddin qog'ozlariga ko'milib ishlab o'tirar edi. Aka, kech bo'ldi-ku, haliyam ishingiz tugamadimi? Uylanganingizga ham ko'p bo'lmadi. Sizni o'rningizda bo'lganimda bu paytda uyda xotinimning yonida bo'lar edim. Ertaroq ketar edim. Sizchi? Siz bo'lsa ham hali ham ishlab o'tiribsiz. Ukasining gaplarini eshitgach, Husniddin boshini ko'tarib qarab qo'ydi. Humoyunga akasining shu qarashi yetarli bo'ldi va indamadi. O'zi nega kelding? Ha, aka, bilasiz, kelinoyimning singlisi Saodat. Uni to'ylaringizda ko'rib, yoqtirib qolgandim. Necha oydirki ko'nglini topolmayapman. Xo'sh, men nima qilishim kerak? Siz kelinoyimga ayting, singlisi bilan gaplashsin, deb avval ham aytgandim. Yodingizdan chiqibdi shekilli. Ana borib kelinoying bilan o'zing gaplash. Gaplashdim, tayinli javob aytmayapti. Siz erisiz, siz aytsangiz, balki yana bir gaplashar degandim. Kechgacha xayolimdan o'sha xabar ketmadi. Kim bo'lishi mumkin? Opa, xonaga Saodat keldi. Opa, meni eshityapsizmi? Ha, eshitdim. Hali ham o'sha xabarni o'ylayapsizmi? Ha, lekin bo'ldi, ahamiyatsiz, unutdim. Saodat, senga bir gap aytmoqchi edim. Qanaqa gap? Qaynim Humoyunni taniysan. Quloq miyamni yeb yubordi. Singlingiz bilan gaplashing, unda ko'nglim bor deyapti. Yana o'sha gapmi? Ha, o'sha gap. Humoyun yaxshi yigit, ishi tayin, uyi tayin, yana menga ofsin bo'lasan. Ishga ham ko'p keldi. Sen nima deding? Hech nima. Sovchi yuboraman desa, xo'p deyaver. Har qalay pochchangga o'xshab qo'pol emas. Humoyun hazilkash yigit. Aytgancha, pochcham bilan munosabatlaringiz qanday? Hech qanday, doimgidek. O'zingizga qarab yursangiz, chiroyli ayol bo'lsangiz, nahotki pochcham shunday husningizni payqamagan bo'lsa? Bilmadim, deya yelka qisib qo'ydim. Menimcha siz pochchamga doimgidek qo'pol muomala qilyapsiz. Insonni yuzi emas, qalbi go'zal bo'lishi kerak. Mening qalbimda hech qanday go'zallik yo'q. Faqat muz. Balki shungadir bizning munosabatlarimiz yaxshi emasligi. Balki emas, aniq. Siz pochchamga ozroq moyillik bildirsangiz, bo'ldi Saodat, ko'p gapiryapsan. Oila, er-xotin munosabatlari haqida yaxshigina bilib olibsan. Endi tezroq seni erga berib yuborsam, qutular edim degani hazil bilasan. Ha, bilaman, yana mendan qutulolmaysiz. O'zingiz ofsin qilaman dedingiz. Voy Mahmadona, sen ham qaynimda ko'ngling bormi deyman. Yo'q, bildim ko'zlaringdan. Endi tura qol, ketamiz. Kech bo'lib ketdi. Ofsinjon, seni ham uyingga tashlab qo'yaman. Opa, uyaltirmang hali, ofsingiz emasman-u.
Saodat bilan kula-kula tashqariga ko'chaga chiqdik. Saodat bilan yo'lda ketar ekanmiz. Uyga shirinlik olishni o'ylab, yo'ldagi supermarketga to'xtadik. Husniddin va Humoyun ikkisi birga chiqishdi. Husniddinning ofisidan aka, uyga shirinlik olib boraylik. Shartmas, uyda bordir. Aka, shundoq olaman u chiqaman. Anavi supermarketga to'xtang. Husniddin mashinani supermarket oldida to'xtatar ekan, Humoyun o'ziga tanish ikki qizni ko'rib, yuziga tabassum yugurdi. Aka, kelinoyim ham shirinlik yegisi kelibdi shekilli. Tushunmadim, deya hayron bo'lib so'radi Husniddin. Humoyun supermarketga kulishib kirib ketayotgan kelinoyisi va Saodatga ishora qildi. Ayni vaqtda Saodat bilan gaplashishni siz ham tushing, aka. Yo'q, o'zing boraver. Humoyun ketgach, Husniddin ham mashinada o'tira olmadi. U ham ukasining izidan supermarketga kirdi. Iye, kimlarni ko'rayapman? Humoyun jilmayib Saodatga qaradi. Saodat Humoyunni ko'rib yuzlari qizardi. Bir zumda opasini ovsin bo'lamiz degan gapi yodiga tushib, yaxshimisiz? Bu yerda nima qilyapsiz? Akam bilan shirinlik olgani kelgandik. Ha, biz ham shirinlik olmoqchi edik. Kelinoyi haligi, deya Humoyun qosh uchirdi. Sezdimki, Saodatga aytdingizmi demoqchi. Men ham ha degandek qosh qoqdim. Saodat ishoramdan qoshlari chimirildi. Xohlasangiz yordamlashaman. Men o'zim olaveraman. Siz Saodatga yordam bering-a. Oladigan narsasi ko'proq edi. Opa, Saodat norozi qaradi. Yo'q degandek. Bora qolinglar, deya ikkisi gaplashib olsin deya narsa olgani yolg'iz yubordim. O'zim esa atrofimga qaradim. Akam ham keldi degandi. Yo'g'u, nega izlayapman o'zi? Endi bir qadam tashlagandim, qarshimdagi insonni ko'rib to'xtadim. Qochib tursangiz o'tib ketsam, dedim Husniddin akaga soxta jilmayib. Kech bo'lib ketdi, nega hali ham ko'chadasan? Xohishim, xohlasam bormasligim ham mumkin. Tushunmadim, qoshlari chimirildi Husniddin akani. Nimasini tushunmaysiz? Erim uyga xohlagan payti boradi-yu, men borolmaymanmi? O'zingiz har kuni kech borasiz. Bugun-ku Humoyun olib chiqqandir erta. Ammo boshqa kunlari kech kelasiz. Siz xohlaganingizni qilyapsizmi? Demak, men ham shunday qilaman. Gaplarimdan yanayam jahli chiqqani yuzidan ma'lum edi erginamni. Shunaqa to'g'ri gap qaynonamni tuqqaniga yoqmaydi. Ahvolidan endi g'olibona jilmaydi. Sen bilan men bir xil emasmiz bilsang. Yana uyga erta borganim bilan kutib oladigan shirin so'z rafiqam yo'q. Aksincha, qovog'idan bir tonna qor yog'adigan zahar xotinim kutib oladi. Indamadim, boshqa tomonga qarab oldim. Shunaqa to'g'ri gap qaynonamni tuqqaniga yoqmaydi. G'olibona jilmaydi Husniddin. Qoching yo'limdan, ketishim kerak. Marhamat, deya yo'l bo'shatdi. Ko'proq shirinlik ol. Koshki ko'p shirinlik yeb, tiling ham shirin bo'lsa. Shirinliklar yesang, tiling shirin bo'larmish. Undan ko'ra siz o'zingiz ko'p qo'pol xarakteringizni yo'qoting. Keyin menga gapirasiz. Panda janoblari, o'zimga o'zim gapirib, shirinliklarimni ham olib bo'ldim-da, bir juft kabutarlar yoniga bordim. Bo'ldi, vaqt tugadi yoshlar, ketishimiz kerak, deya Humoyun va Saodatga qaradim. Kelinoyi, hali gaplashib bo'lmadik-ku, norozi qaradi Humoyun. Asalning ham ozi shirin deyishadi. Endi agar rozi bo'lsak, to'ydan keyin gaplashaverasiz-da kuyov bola. Hali rozi bo'lmaslik ham niyatingiz bormi, kelinoyi? Qizi borning nozi bor deyishadi, qaynijon. O'ylab ko'ramizda. O'ylagani yaxshi-yu, nima bo'lsa ham singlisiga zaharni yuqtirib qo'ymasa bo'lgani. Bo'lmasa agar shunaqa bo'lsa, quloq miyangni qoqib qo'lingga beradi. Ukaginam, deya yonimizdan erginam keldi. Assalomu alaykum pochcha. Va alaykum assalom. Saodat, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bo'ldi, kechikyapmiz Saodat, yura qol. Odamlarni quloq miyasini yemasdan keta qolaylik. Darrov javob qaytardim erginamga kesatib. Uyda ko'rishguncha qaynijon, deya
Saodatni qo'lini tutgancha tashqariga chiqdim. Hikoyamizning davomi keyingi qismlarda. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.